Portugaliya Armaniston o'yinida Cristiano Ronaldo oldingi o'yinda qizil kartochka olganligi uchun maydonga tusha olmadi. Portugaliya jamoasi Forbes degan futbolchini 7-raqamda maydonga tushirib, Ronaldoga nisbatan katta nohaqlik qildi. Ronaldo bo'lmaganda Portugaliya dunyoga bunaqa darajada mashhur bo'lib ketmasdi. Ronaldo yo'q paytda Portugaliyada bitta ham sovrin yo'q edi. Ronaldo kelgandan keyin Portugaliya ketma-ket sovrinlarni qo'lga kiritdi. Yurakdan futbolni yaxshi ko'radigan insonlar Liverpool muxlislari bo'ladi deb bekorga aytishmagan ekan. Diego Jota vafot etgandan keyin Liverpool jamoasi 20-raqamni muzlatib qo'ydi. Liverpoolda endi 20-raqamda hech kim maydonga tushmaydi. Portugaliya esa Ronaldo hali jamoadan ketmasdan oldin uning raqamini boshqalarga berib qo'yibdi. Hattoki Argentina jamoasi ham Lionel Messining 10-raqamini muzlatib qo'ymoqda. Argentina jamoasiga respekt. Siz nima deb o'ylaysiz? Ronaldo Portugaliyadan ketgandan keyin 7-raqamni muzlatib qo'yish kerakmi yoki yo'qmi?